Dostlar, assalomu alaykum. Bugun GVM'ning Wingle 7 pikap avtokөлігі шолуда. Bizden iltimos bir texnik parametrlariмен tanishtirsangiz. Xo'p, bu Wingle modelimiz o'zi bitta pozitsiyadan iborat. Narxi 360 million so'm. Bu mashinamiz 2,5 metrli atmosferli motor bilan jihozlangan va 5 pog'onali mexanik korobka bilan jihozlangan, aka. Bu mashinamizda 4 ta balon ведущий bo'ladi. Ikkita oldin o'zi o'sib qo'ysangiz ham bo'ladi. Понижение xodlari ham bor. Ya'ni off-road uchun juda zo'r qulay yordam beradi. Demak, привод o'zgarcha bo'ladi-da, to'liq privodli qilib, zo'r. Sveti qarama buning ya. Sveti qoraga yaqinroq, lekin uni to'mni ko'k bo'ladi-yu. Da. O'ziga yarasha chiroyli rang, aka. Buni yana oq rangi ham bor. Bu ham oddiy oq emas, oq beli jemchuk deydi-yu. Jemchuk, shunaqa variant, aka. Disklari ko'rib turganingizdek 16-radiusda yumshoq balonlarmi? Yumshoq balon turadi, aka. O'ziga mos, akslardan o'sha shiroki qilib ishlangan, aka. Off-roadlar uchun ham yordam beradi, aka. Дорожный клиренс 21 см. Жаман жолдарда арқайын айдай береді, жаңағыдай асты тиіп қалады ау деп ойламайды. Арқайын любой жерге айдап кете береді. Хамде пикап, багажнигін көрсеңіз болады. Bagajniga 2 tonnaga chiqib ko'taradi zatda. Kitobida 1 tonna deb yozilgan. Endi bizlar o'zbekchalik bilasiz. Bu yog'ini o'zingizga qarab aniq ko'rasiz. Kitobida lekin 1 tonna deb yozilgan. Uzunligi deyarli 180 metr. Bunaqasi Bagajnikning o'zi, ha, bagajnik o'zi 180. Bunaqasi ichkisi mana ramadan balon antisekidan 1 metrdan sal oshiqroq. Общисini hisoblasangiz 1,5 metrcha deyapti. Zo'r. Hop, orqasida orqasida zadniy kamerasi ham bor. Ya'ni orqani shu sentralniy monitorda ko'rsangiz bo'ladi. Parktroniklari bor, datchiklari. Ya'ni orqaga yaqin kelib qolsangiz titillaydi. Chunki bu mashinaning uzunligi deyarli 540. Uzun mashina. Endi bariga orqaga yurayotganda sal qiyinchilik tuyuladi. Так, kamera по-любому yordam beradi. Например, жаңағы артында stol bo'lib qolsa, ne bo'lib qolsa. Shunaqa aka. Yana buni bu mashinamizdan plyus tomoni ramli hisoblanadi bu mashinaning kuzovi, ya'ni tegi alohida yig'ilinadi. O'shaning hisobiga buni hadovoylari ancha yumshoq hisoblanadi. Endi ichki salonmen tanishtirsangiz. Hop, bu mashinalarimiz ham saloni kojiniy qilingan, kojiniy sidenkalar, mana bu joylarida karbon ishlatilib o'tilgan, karbon ham chiroyli. Bu mashinamizda bir zonali klimat kontrol bilan jihozlangan. Va bu mashina shu aytib o'tganimizdek mexanika, mana mexanika bilan jihozlangan. Undan tashqari mana bu yerda privodni o'zgartirsangiz bo'ladi. Ikkita balon tortadi, 4 ta balon tortadi va 4 ta пониженный. 4 ta balon tortadi, пониженный xodda. Korobkasi mexanika. Korobkasi mexanika. Endi bu monitorda qanday funksiyalar bor? Monitorda o'sha orqa kamera bilan orqa kamerani ko'rsatadi, radio, bluetooth bilan multimediyasi bor. Bu da multi-rul, so'p. Ha, multi-rul ishlangan, cruise kontrollari bor. Telefonda boshqarib ketish ham bor mana aka. Mana bu yerda bluetooth orqali telefon. Bluetooth orqali telefonda gaplashib o'chirsangiz ham bemalol yaxshi ishlab beradi. Bu yerda tabloni informatsiyani o'zgartiradigan knopkalari. Bu mashinadan kreditga olsa bo'ladi. Kreditga olsangiz bo'ladi. Mana ham xuddi shunaqa boshlang'ich 15% bilan qilib beramiz. Zo'r. Rahmat. Do'stlar, Region 95 kanalining YouTube kanalini uzoqlashmang. Do'stlaringizga jibib qo'ying hamda videoga like bosishni unutmang.